7 yil nima qilib yurish mumkin? O'zidan o'zi hech narsa yaxshi bo'lsa, bachadan ichida parda bor yoki o'sha genlarni buzilishi bor. Bu juda katta xato. To'rchi infeksiya qatta yo'q narsa. Bu laxatron deb aytaman. Qancha mana ilmiy tekshirishlar bo'lgan bo'lsa, hech kim to'rchi infeksiyadan bola tushishini hali isbotlab bergan emas. Ayollar orgazmga erishmas ekan. Agar orgazm bo'lmasa, ayol baxtsiz va shu oilada er-xotin o'rtasida juda katta ham ruhiy, ham jismoniy muammolar kelib chiqadi. Braziliyadan hech qayerda yo'q, dunyoda hech qayerda chiqmaydi. Bitta shu Braziliyada bor narsa shu sop vibradigan lubrikantni olib kelishdi. Ayol kishida o'zida ilgari sezmagan yengi ощущенияларni, o'sha yengi narsalarni seza boshlaydi. Yoqadi. Namodo sizga sop vibra agar ta'sir qilmasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Qani bolalarim, o'tirib olinglar. Yaxshimisizlar? Sog'liqlar yaxshi. Sizga yozishgan ekan, 7 yil bo'lgan turmush qurishganligi, 7 yil ichida 7 yil nima qilib yurish mumkin? 7 yil nima qilib yurish mumkin? Menga qaranglar, mana aqli bor, tushunadigan odam birinchi bo'libda har qanaqa holatda shunaqa sababini tagiga yetishga harakat qilish kerak. Bir balasi bo'lmasa, shudgirda quyruq naqlur deydi. 7 yil bu uzoq vaqt, qizim. Kundan kun qo'pol bo'lsa qariyaveramiz. Zaxiramiz ketaveradi. Tushundingizmi, qizim? Keyin o'zidan o'zi hech narsa yaxshi bo'lib qolmaydi. Mana birinchi bo'lib. Agarda sizda bir marta bola rivojlanmay qolgan bo'lsa, qizim, buni sababi o'sha bachadan ichida parda bor yoki o'sha genlarni buzilishi bor. Tushundingizmi? Shuni hisobiga, boshqacha narsa emas. Shuni ko'rish kerak va tekshirish kerak. Mana 3 marta agarda homila rivojlanish to'xtab qolgan bo'lsa, odatiy o'rganilgan deymiz yoki привычный выкидыш deb aytiladi bizning tilda, shunaqa holat bo'ladi. Nimaga shunga olib borish kerak? Bitta bo'lgandan keyin saqlanib, buni tagiga yetib, shuni yo'q qilish harakatini qilsa bo'lmasmidi, qizim? Bu juda katta xato. Juda katta xato. Bilasizmi nima qilishadi? Siz ham menimcha bundan mustasno bo'lmasangiz kerak. Doktorga borasiz, aqli yetmaydi, boshqa qildirmaydi nimadanligini. Sizga nima deydi? Bola tushdimi? Bu to'rchi infeksiyadan. To'rchi infeksiyadan davolayveradi. Nimaga? Bola endi uylanguncha biza erkaklar ming xil ayollar bo'ladi, ming xil narsalar bo'ladi, boshqa qilgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Voy, men o'sha kasalim qolib ketgan ekan, u bo'lgan ekanman, bu bo'lgan ekanman deb pul berib davolayveradi. Tushundingizmi? To'rchi infeksiya qatta yo'q narsa. Bu laxatron deb aytaman. Davolayverasiz. Ana o'sha 3 marta o'zi homila tashlash holati bo'lgandan keyin sizda odatiy bola tashlash holati o'sha rivojlanib bo'ldi. Endi bu yog'iga bolani tashlaveradi o'sha vaqtiga kelganda. Hech qachon uni sizda antibiotikdan hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Bekor narsa. Laxatron deb aytaman bu narsani. Sizlarga ham shunaqa deb aytishdimi? To'rchi infeksiya deb? To'rchi infeksiya keyin bu yerga ham kelganmiz 20-yilda. Menga qarang, qizim, sizda genetik ko'rdimi? Genetik tekshirish qildimi? O qayerga borgan bo'lsangiz ham, menga qarang, o'ta genetik laboratoriyasi bo'lmasa, buni tushunadigan odam bo'lmasa, qatdan yetib beradi sizga. Shular ham o'rgangan shu narsaga. Men to'rchi infeksiya davolayman. Dunyoda menga aytib bering. Qancha mana ilmiy tekshirishlar bo'lgan bo'lsa, hech kim to'rchi infeksiyadan bola tushishini hali isbotlab bergan emas. Bunaqa narsa ilm ham yo'q. Bekor narsa. Hozir o'limda ham bo'lishi mumkin bu narsa. Chunki buni urug'ini hech kim ko'rgan emas. Agarda bu yerda proteminatsiya degan narsalar bor, juda ko'p narsalar bor, shuni hisobiga ham bo'layotgan bo'lishi mumkin. Sizni o'sha genetik ko'rib beradi, обязательно gastroskopiya qilish kerak bo'ladi. Keyin saravno karyotyp qarash kerak, ikkilovga ham o'sha tagiga yetib olish kerak. Nima uchun bu bo'layotganligini. Bo'lgandan keyin masalan 3 oylik o'tganda qon bosimi oshib boshlaydi. Shishaman. Shulardan
O'shanga hozir aytdim, nimalarni ko'rish kerakligini qizim. Inshaalloh shuni tagiga yetib olsak, bu ham bilib qo'ying qizim. Qazoyi qadr degan narsa bor. Agar qazo bo'lsa, mana shu burnimiz tegdiyi narsani ham ko'rmaymiz. Tushunsa, shuncha narsa qazo ekan endi. Nasib bo'lsa Allohdan so'raylik, tagiga yetib olaylik. Tagiga yetib nima qilish mumkinligini aytamiz. Lekin qizim, men hech qanaqa sizga andoq qo'raman, mundoq qo'ramiz, zo'r qildirib yuboraman degan gap yo'q. Bekor gap. Men hammamiz e'tiqod qilamiz. Alloh nasib qilgan bo'lsa uyimga yetib olaman bugun kechqurun deb. Bo'lmasam yo'q. Jonimizni 5 minutdan keyin bormizmi, yo'qmiz, unaqa narsa yo'q. Hech kimga va'da bermaymiz ham, qildirmaymiz ham. Tagiga yetib olaylik, nasib qilgan bo'lsa tagiga yetamiz. Shunga qarab turib keyin maslahat beramiz. Tushunarlimi? Bir kunga qoldirganda ertagacha menga o'sha hamma mutaxassislarga ko'rsatib, javobim bilan kiradigan bo'lsalaring, shunga qarab turib hal qilamiz nima qilish kerakligini. Xo'pmi? Salomat bo'linglar, kuninglar yaxshi o'tsin bolalar.